Audio ertak. Ertak bolalarni yaxshilikka, ezgulikka chorlaydi. Ertakni Zardor tuman axborot kutubxona markazi xodimi Ozoda Musayeva o'qidi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir kichik qishloqda Rustam degan bir bola yashar ekan. Rustam juda quvnoq, sho'x bola ekan. Lekin uning bitta yomon odati bor ekan. U kitob o'qishni yoqtirmas ekan. Har kuni onasi unga: "O'g'lim, biroz kitob o'qib, aqlingni charxla" der ekan. Lekin Rustam esa miyig'ida kulib qo'yar ekan. "Kitobdan nima foyda? Men shunchaki o'ynayman. Baribir hamma narsani bilaman-ku, oyijon" der ekan. Vaqt o'tibdi. Rustamning sinfdoshlari turli kitoblar o'qib, yangi narsalarni o'rganibdi. Kimdir hayvonlar haqida, kimdir yulduzlar haqida. Rustam esa faqat o'yin o'ynab yuraverar ekan. Bir kuni maktabda katta bilim bellashuvi bo'lib o'tishi e'lon qilinibdi. G'olibni tuman markaziga sayohat kutar ekan. Hamma bolalar quvonib, tayyorgarlik ko'rishibdi. Rustam ham ushbu tadbirda qatnashmoqchi bo'libdi, lekin savollarga javob bera olmabdi. Qushlar nima bilan uchadi deb so'raganida u qanot bilan deb javob beribdi. Ammo keyingi savolda nega ular uchganda charchamaydi desa, Rustam nima deyishni bilmay jim qolibdi. Bellashuv tugagach, Rustamning ko'ngli cho'kibdi. Uyiga qaytib, oynaga qarab shunday debdi: "Nega men hech narsaga javob bera olmadim?" deb o'zidan o'zi qattiq xo'rsinibdi. Shundan so'ng Rustam javon ustida turgan eski kitoblarga qarabdi va ularni qo'liga olib varaqlay boshlabdi. Har bir sahifada go'yo so'zlar unga shivirlab: "Bizni o'qi Rustamjon, bizni o'qi" deganday tuyulaveribdi. Rustam kitob o'qishni boshlabdi. Atrofdagi narsalarni boshqacha ko'rib, hamma narsaga qiziqa boshlabdi. Bir yil o'tgach, Rustam yana bilimlar bellashuvida qatnashibdi. Bu safar u har bir savolga ishonch bilan javob berib, birinchi o'rinni egallabdi. Shundan so'ng Rustam barcha bolalarga shunday debdi: "Men ilgari o'ylardimki, kitob zerikarli, aslida esa kitob eng sodiq do'st, eng katta mo'jiza ekan." Xulosa qilib aytganda, kitob o'qimagan bola qorong'u xonada yuruvchi odamga o'xshaydi, yo'lini topa olmaydi. Kitob o'qigan bola esa qo'lida chiroq tutgan inson singaridir. U dunyoni yorug'likda ko'radi. Shuning bilan bugungi ertagimiz tamom bo'ldi. Sizlarga esa xayrli tun tilaymiz azizlar.